Hozir ular paqirga solib berilar ekanda. Biz drabilka chiqarib beramiz-da. Ha, drabilka qilib maydalangani. Maydalab, mana shu to'ldirib beramiz. Nimaniki bu? Yerong'oq. Yer yong'oq bilan drabilka qilingan, to'la qilib beriladi. Qarsidan ko'rsataylik, eski xonamizni tashqarisi salafandan o'rab juda chiroyli qilganlar. Endi hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Ha, sekin bitta eshik qilingan, ichkariga kiramiz. Ichkariga kiringanda mashina shuni olamizda. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda ko'rib turganlaringdek naslchilikka hamda shifobaxsh echki boqib, sutini sog'ib, ular daromad qilish, qanday qilib boqish kerak, echki boqish uchun qanaqa joylar qilish kerak, barcha ma'lumotlarni olish uchun biz hozir Farg'ona viloyati Quva tumani, ya'ni Elyor akamning xonadonlariga keldik. Elyor akam hozirda 1 sotikdan sal oshiqroq joyda 60 ta echkini boqib, daromad qilyaptilar hamda shu echkilarimizni zo'rlarini yig'ib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, echki olishda qanday echkilarni olish kerak, o'zlari qanday qilib boqyaptilar, yaxshi echkini qanday qilib ajratib olsa bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni Elyor akami o'zlaridan so'rab sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu pastda podpisasiya tugmasi bor, qizil. Podpisasiya tugmasini bosib qo'ysalaring, biz kiritib borayotgan barcha videolar sizlarga birinchilardan bor yetib borishga muyassar bo'ladi. Endi 200 mingta bo'lishimizga ham oz qoldi. Obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab borasizlar bitamiz. Juda ko'pchilik akalarimiz Farhodjon, qo'y boqishdan chiqaryapsiz, echkilikchilikdan ham chiqaring deganlar uchun mana sizlarga eng zo'r akamizni chiqarishga harakat qilyapmiz echkichilikda. Bo'lmasa sizlar ko'p kutirmay holatda biz o'z videolarimizni boshladik. Qani ketdik. Echkini qanday boqish kerak hamda nimalarga e'tibor berish kerak? Elyor akam o'zlaridan ma'lumot olishni boshladi. Assalomu alaykum Elyor aka. Va alaykum assalom. Xushsizlar? Xushvaqt bo'ling. Elyor aka, ko'rib turganimizdek, echki boqadigan joyimizni ham juda chiroyli qilib qurgansiz. Xona qilib adden qurgan ekansiz. Endi mendan juda ko'pchilik so'ragandi, Farhodjon, shu echki boqadigan akalarimizdan ma'lumot qiling deb. Necha yildan beri shug'ullanasiz aka bu echki boqish bilan? 11 yil bo'lib qoldi. 11 yil bo'ldi. 11 yildan beri shu sohani ichidasiz. Endi echki boqishda birinchi bo'lib turib nimaga e'tibor berish kerak echki boqishda? Echkichilikda, ya'ni bu echkal pokizalikda xohlaydi. Birinchi o'rinda. Alohida joylarni ham qilsa mashinaga o'xshatib echki urinmaydi, zaharlanib chiroyli turadi. Ya'ni har bittasini bo'lib orasini qilish kerak, to'g'rimi? Orasi bo'lib bo'lish kerak. Bir-biriga ziyon qilmaydi. Hozir bu yerda nechta echki mo'ljallab qurgansiz aka? 60 o'ringa joy qilganmiz. 60 ta o'ringa mo'ljallangan, ha? 60 ta echki boqilyapti. Har bitta echkini turadigan joyi nechiga chiqilingan aka? Hozir birga 1.30. 1 metrga 1.30 qilib, batta echkiga mo'ljallangan. Hozir batta qo'y boqqasa ham bo'laver ekanda. Qo'y boqsa ham bo'laverar ekan. Echki boqishda yoki olishda aka nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda aka. Elyor aka? Birinchi o'rinda mana juni yo'q bo'ladi, mana shunga o'xshab kalta bo'ladi juni. Juni o'smagan bo'ladi. Keyin mana o'zi zavatskiy shoxsiz bo'ladi, shoxi yo'qmi? Mana shunga e'tibor bersa. Ha, demak juni o'zi simjun bo'ladi, simi kalta bo'ladi. O'shinga qarab shoxi kalta bo'ladi, shoxi yo'q bo'ladi. Quloqlari tikka bo'ladi. Shunga qarab. Chiroyli. Quloqlari tikkasini olsa zot yaxshi bo'ladimi? Chiroyli beradi. Zoti endi buni sutiga keladigan bo'lsak, suti necha litrdan necha litrgacha beradi siz boqqan echkilarni? Bular hozir 2 litrdan kam 2 litr beradi. Kam 2 litr beradi. Yaxshi boqma narsa 3 litrgacha bemalol. 3 litrgacha sut beraveradi. Bularda hozir mana atrofini salafanlarda o'rab bir chiroyli joy qilibsiz, ikki tomonga qilib, qishda kunida necha gradus issiqlikda boqish kerak bo'ladi? Aslida 20 gradus bo'lish kerak. 20 gradus issiqlik bo'lish kerak. Undan so'maslik kerak. 20 gradus issiq. O'zi mana echkining issiqligi ham bor-da. Ha. Yana ham isiydi. Ashuna hisobiga turadi. Echkini holati o'zini ham isitadi, turgani. 60 ta echkini o'zini issig'i ham chiqaradi-da. Buni bitta joyda boqilayotgan echkalarimizda bitta joyda boqyapsiz ekan, o'shalarda qanchada tayib tozalanadi?
Bular hozir endi bahorda tozalanadi. Bahorda tozalanadi. Bahorda, lekin hali chirqillab ketmaydi-da. Yangi bilan yaxshi tursa, sizga cho'kib ketaveradi. Endi Shuning uchun tozalamaymiz. Bahorda bitta tozalanadi. Endi echki boqishda birinchi o'rinda o'zingiz aytib bersangiz, masalan echki olganimizda yemi qanaqa berilishi kerak, yaxshi sut olish uchun echkilarimizni qandaylarni olib, qanday qilib yemlab, qaysi darajagacha olib chiqishda bir qator o'zingiz tushuntirib aytib bersangiz. Bo'ladimi? Endi bularda endi o'tiga kelsak, yemishi yeroq piris, beda piris, o'zimizni o'tlar, pirislar shular beriladi. Qanchadan beriladi? Bitta echkiga masalan qanchadan ketadi? Miqdorda, qaysi miqdorda ketadi? Hozir ular paqirga solib berilar ekanda? Biz drabilka chiqarib beramizda. Ha, drabilka qilib maydalangani. Maydalab, mana shu to'ldirib beramiz. Nimaniki bu? Yeroq. Yer yong'oq bilan drabilka qilingan, to'la qilib beriladi. Bir mahalgisi. Bir mahalgisi. Bir mahalgisi. To'ldirib beramiz. Bitta press boya nechtasiga yetadi? Hozir bir kunda yettanman ikkita pirs ketadi, o't pirs. Hammasiga. Kech paytga ikkita yeroq ketadi. Demak, bitta ham ikkita ko'k o't pirs beramiz. Hozir echkilarimizni suti juda ham shifobaxsh deyshadi. Qaysi kasalliklarga bu echkimizning sutlari shifobaxsh bo'ladi aka? Juda ko'pchilik echkini boqishdan maqsad shifobaxshlik deganda, juda ko'pchilik sutini shunga boqar ekan. Endi buni aniq tarafi biz buni 2009-yili o'zimizga zarur bo'lgan. Oilamizda yosh bolalar tez yo'talib, gripp bo'lib, keyin oqtarib bitta topib kelganman echki. Shu bizda endi 1-2 oyda hali bilinganda, foydasi bilingan. Shuning uchun endi qiziqib buni rivojlantirib mana hozirgacha kelyapman. Endi suti birinchi o'rinda buni immunitetni ko'taradi. Immunitet ko'targandan keyin o'zi avtomatik odamda kasallik ham kam bo'ladi. Keyin tomoq og'riq, gripplarga, keyin mana hozir shamollash, ana o'pka shamollashi, keyin jigar, buyrak, yani kam quvvat, jinsiy anaqalar, kam quvvatliklar, ularga immunitet ko'taradi hamma. O'sha tomonlarga echki suti shifobaxsh deyiladi. Hozirda 1 litr echki suti masalan quvada necha puldan sotilyapti? 10 ming sotishyapti ekan. 1 litrni 10 mingdan sotilyapti. Siz sotmaysiz-a sutini? Faqat zarurlar beraman. Zarur bo'lganlar berasiz, lekin sotmaysiz. Echki bilan ta'minlaysiz, yaxshi echkilar bilan yetkazib berasiz, to'g'rimi? Masalan, echkilarimiz hozirda sizda necha xil zoti bor? Hozir bitta 3 xili bor. 3 xil, 4 xil. Qaysi masalan otlar nomlari bilan tanishtirsangiz bo'ladimi? O'zimizda hali hozir endi chetdan bunaqa yaxshi parodali echkilar kelib, o'zimizda hali Toshkent echkilar ham ancha tuxonlar tozalandi. Chiroyli bo'ldi. Mana shular ham mana shu echkini ham ko'radigan bo'lsa, mana shu Zanem bilan Toshkent chachishgan emas. Zanem bilan Toshkent zoti chachishgan. Zamen degani hali gulli, svetli zoti. Zamen oq zotimi? Oq. Zamen. Mana chachishgan mana juni ham kaltay tumonlari bilan sut olmashi ham 2,5-3 litr beradi. 2 litr, 3 litr sut beradi. Demak, 2 litr beradigan bo'lsa 10 ming so'mdan 20 ming so'm, 3 litr beradigan bo'lsa kuniga 30 ming so'm daromad qiladi har bitta echkini ham bo'lsa. Agar boqishga qarab, boqishga qarab. Aytgandek sut beraveradi. Bir kunda necha pullik yem yeydi masalan bitta echki? Endi aka, echkilarimizni sizda necha puldan necha pulgachasi bo'ladi? 2,5 milliondan 3 milliongacha bor. 2,5 milliondan 3 milliongacha bor shetda. Kelib tanlab ko'rib. Sizda tanlab olish imkoniyati ham bor, doimiy bo'ladi agar bu qo'rada doimo echkilar turadi. Faqat siz echki bilan shug'ullanasiz. Masalan, tashqarida ko'rdik, $1000 echki dilang, gulli, svetli ekan, juda chiroyli ekan. O'shanaqa svetlilarni ham hammasini topib beraverasiz, zarur bo'lsa. Zakaz qilishsa, zakazga ham olib kelib beraverasiz. Endi qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, echki boqishga yoki o'zingiz tushuntirib, yo'l yo'nalog'ini ko'rsataverasiz, to'g'rimi? O'rgataverasiz. Chunki 11 yil, 12 yil stajga ega hamma narsasini, baland-pastini bilib bo'lgansiz, to'g'rimi? Telefon nomerlarini ham qoldirib ketamiz. Elyor akamiz sizlarni qiziqtirgan savollaring bo'ladigan bo'lsa, Elyor akamiz o'zidan ham ma'lumot olish imkoniyatiga egasizlar. Xudo xolasa, echki olaman, menga zotlidan top ber deydigan bo'lsalar ham telefon qilasizlar. Mana hozir ko'rsataman, tashqarida ham juda bitta zotli turibdi. Hozir shuni tashqariga chiqib, mana Alpin
alpinskiy poroda, mana shoqi yo'q ekan buni. Balandlik katta, gigantlikni ko'ryapsizlar. Men echkini to'g'risi bunaqa kattasini ko'rmagandim. Kichkina bo'lardi. Mana shunaqa zotlilarni ham topib beraverasiz-da. Xudo xolasa mana shunaqa zotlilarni ham topib beraveradilar o'zlarida. Qiziqishga olib kelgan ekanlar. O't, meni qo'rqitma bunday qilib. Mana nari tomonda oq, u ham gigant ekan, ham katta echki ekan. Mana bu ham beshkek taka bu. Mana bu ham katta echkilardan ekan. Bu ham sotiladimi? Aka, bu sotiladimi, sotilmaydimi bu? Sotiladimi, sotmaydimi? Nech pulga berib olamiz mana shuni? Nech pulga beramiz? 200 dollarga beramiz. Mana uni 200 dollarga berib olar ekanlar mana mashina. Gap yo'q. Hozir mana tashqarisidan ko'rsataylik. Echki xonamizni tashqarisi salafandan o'rab juda chiroyli qilganlar. Endi hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Mana sekin bitta eshik qilingan, ichkariga kiramiz. Ichkariga kiringanda mashina shuni olamizda, kurtka bor edi. Kurtkani mana shu kelib belaydi. Kurtkani ilamiz, eng qiziqtirgan joyi oshim-oshidi qarang. Chotki. Mana echki xonalarimizni xonasi mana. Juda chiroyli qilib qurilgan ekan. Yo'laylarni qilib, paqirlarda ham suv paqirga ham suv berasiz, ham yemi beriladi. Yo'q. Bitta suv alohida tutiladi. Ha, paqirda alohida tutiladi. Shlankada suv qilinadi. O, yaqinlashtirib ko'rsataman hozir mana. Shlanka turibdi, o'sha shlankada suv berilar ekan. Suv kelar ekan, suvda olib sekin echkilarimizni sug'orib beriladi. Bir kunda bir mahal sug'oriladimi? Ha, obedda bir mahal beramiz. Bir mahal sug'orilar ekan. Hammasi bir xilda yeb ketishyapti, qaranglar-da. Buni tomosha qilsa ham menga yomon dam olar ekan-a. Kimga echki zarur bo'ladigan bo'lsa, Elyor akamga telefon qilamiz. Elyor akamda siz xohlagan echkilar bor hamda dastavkalargacha qilib yetkazib berar ekanlar. Echkilarimizni echkiga qiziqqan akalarimiz uchun maxsus bo'ladigan o'ylaymiz bu videoda. Barchaga shunday qilib echki boqish, qo'y boqish, mol boqish nasib qilsin do'stlar. Doimo sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha deymiz. Omad tilaymiz barchaga.